Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari, chorva qo'y ishqibozlari. Bugungi videorolikda Andijon viloyati Bo'ston tumani Zavra mahallasida joylashgan o'zimiz xonadonimizdan olib boramiz. Mana bu ko'chalarda boqayotganimizga Xudo xolasa 4 oy bo'ldi. Endi 5-oyga o'tyapti. Avgust 1-sanasida olganmiz. Noyabrda bugun 26-noyabr. Buqalarimiz ozuqa ratsionlari bilan tanishtiraman sizlarni. Mana bu buqamiz bo'pti. Kechki yemini silos beryapmiz. Ularga ertalab silos bilan quruq yem berardik. Kunjara, kepadi, bug'doy yormani aralashtirib kechki atala berardik. Atalarni endi to'xtatdik, 1-2 kun bo'lib qoldi. Faqat endi ertalab ham kech payt ham quruq yem yeyapti. Silos bilan hozir ko'rsataman. Mana silos mana shu tog'orada, bir tog'oradan yeyapti hozir. Taxminan 7 kilolar chiqib bo'lsa kerak. Yemdi. Mana bu cho'mishda. Mana shu yerim cho'mishda 2 cho'mich kunjara, 2 cho'mich bug'doy yorma, 1 cho'mich kepak yeydi. Bu 700 gram bo'ladi kunjara 2 cho'michi. Bug'doy yorma 650 gramdan 1 kiloyi 300 bo'ladi 2 cho'michi. Kepagimiz 300 gramlar chiqsa kerak. O'pshi 2 kilolar hisobida bo'lyapti-da. 700 gram kunjara, 1 kiloyi 300. Hop. Bug'doy yorma 200-300 gram kepak. 2 kilodan oshiqroq. Bir mahaliga yem yeyapti. O'sha tog'orada 7 kilodan oshiqroq silos 2 kilo yem bir mahaliga. Shuni ertalab yeydi, kech payt ham xuddi shunday. Mana kechki yemini berdik. Ozgina ortib qolibdi. Ertalabgacha turib yevoradi. Ertalab yana berib qo'yamiz. Mana bu molimiz rosa yaxshi. Ishtahasi yaxshi, yevoribdi bu. Mana oxirini tozalab qo'yibdi. Hozir orqalarga o'tib turgizib ko'rsataman. Mana o'zgarishlarga baho beringlar. To'roy bo'lib olib kelganimizga bularni ancha katta bo'lib qoldi. Mana bo'ylari ham o'sib, o'zgarishlari yaxshi ancha. Bu buqamiz ham zo'r o'zgaryapti, ko'z tegmasin. Eng yaxshisi menimcha mana shu buqamiz o'zgaryapti. Bo'ylari olib kelgan paytimizda mana shu chekadagi shvet bilan o'rtadagi mallarang shvetimiz. Bunisi 1.6, bunisi mallarang 1.5 chiqqan edi. Nariginisi 1.16 mi chiqqan edi. Hozir bu chekadagi bo'y balanddi 1.22, 1.23 bo'lib qoldi. Mana bunisi 1.16, adashmasam shunaqa. Bunisi 1.20 bo'lib qoldi hozir. O'zgarishlari ancha yaxshi. Mana ko'rishingiz mumkin. Buqamiz ham zo'r. Ko'z tegmasin. Bo'ynilari ham ancha to'lib. Utilari ham mana kengayapti ancha. Mana bular ham.
4 oydan beri boqyapmiz. Olgan paytimizda 18 milliondan oluvdik bularni. 54 million 400 mingga. 18 milliondan ozgina qimmatroqdan yetib kelgan. 54 million 400 ga tushganda mana shu uchalasi. Mana shu tartibda boqyapmiz. Videolarimizni kuzatib boringlar. Agarda xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Oldingi videolarda ko'rganlar o'zgarish bormi? Kommentariyada yozib ketinglar. Buqalarimizda olgan paytdagi videolarimizdan ham oxiriga ozgina lavha qilib qo'yib olaman. Yana o'zgarishlari bormi? Ancha ko'rasizlar videoda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana olgan paytimizdagi holati. 1-avgust olib kelgan paytimizdagi. O'sha paytda ham video qilib YouTube'ga qo'yganmiz. Kanalda ko'rsanglar, oyma-oy o'zgarishlarni video qilib borganmiz. Mana shu holatda olib kelgan paytimizda. Ozg'inada yaxshi ko'z tegmasin, hozir ancha semirib o'ziga kelib qoldi ular ham.